Yo, odamlar nima bunaqa bo'lib ketgan, aka? Ko'z yuziga qarab turib, nagli yolg'on gapiradi. Bori ishini bitirish uchun libboy narsani yolg'on gapiradi. Mushkamba. Ishlatasan, o'zingdan boshqa hamma faqat rost gapiradi. Siz nimalar olasiz? Sinab ko'ramiz. Maya qaralaring-u. O'zi 10 yildan beri Vikipga mashina chiqasan. Bu mashina o'zi ag'darilgan. Olasani to'g'ri ustaxonaga surasan. Mana misolchi, mana mashina. 2 oy qolganda qaytdi. Pulni to'laman. Yana boshqasiga berib yuboraman. Aylantiraveraman. Tushunsan? Pulim bomba. Lekin bilmayman, boshim problemadan chiqmayapti. Maklerlik ham oson emas. Yaqinda bittasi $300 uyimga odam topib berdi qol. Men unga $600 topib berdim. U orada navbani soq ishladim. Bolalari ham ko'p ekan. Unga ham taka 100 qo'shib yubordim. Bu to'lolmaydi. To'lolmagandan keyin nima bo'ladi? Uy menga qaytadimi? Keyin yana bittasiga tiqib yuboraman. Bitta lo'q topib. Sekin-sekin boylar boy bo'lib ketaveradi, kambag'allar qashqalashib ketaveradi. Men sizlarga tushuntirib bera oldim-ku, to'g'rimi? Tushunarli. Voy, atraylar qichvagan ekan. Antipa telefonchi bor. O'shaning Mana dokumentlar chatoga o'xshab. Okeylar 5 minut. Frantsuzskiga atraylar. Men o'z mamoqda problem bo'layotgan, o'z hokimiyatda ishlayman. Bitta ish tashlaman. Yo, aka, 5 sekund, 5 sekund. Rahmat, Abdushi, rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, biz shoshib turdik, biz shoshib turdik. 2 sekund. Okey, rahmat. Sog' bo'ling. Salom, ketdik. Okey, 5 sekund. Ana kuni bittasi keluvdi. Boshiga ish tushgan ekan, mana bu $1000 telefonini bor-u, o'zi ham yerga urib ochilgan ekan debchi $400 olib qoldim-da. O'zi qiynalgan odam ekan. Ustiga bir qism qo'shib, qimmatroq olib yordam qilsangiz bo'lmasmidi? Uni boshiga ish tushdimi yo menimi? Meni tirikchiligimchi tanini 1000 so'm hisoblab turib, ustiga 60% qo'yib, variantga 6 oyga chiqarib yuborsam, menga yaxshi-ku. Voy, vashshe lekin bor aka, ishon. Ye. Aka, 5 sekund, mana sekundlarni jigar shundoq. Bitta gapiring. Siz eshiting, mana jigar. Men eshitardim. Okey, rahmat. Keyin gaplashamiz. 3 sekund. Rahmat, keyin gaplashamiz. Mengadir gapirgim kelyapti. Jigar, 5 minut umringizni menga ayting, shundoq. 2 so'z. Jigar.